Kelar ma'mur rang sochniligini qaranglar. Vashi neobishniy rang ekanligi bor. Bu mashina to'g'ridan to'g'ri BYD Song L mashinasiga konkurentdosh. BYD Leon C07 mashinasi juda ham ajoyib ranglarda. Okanamiz bu mashinani salonda 36 ming dollar ko'rishgan ekan. Biz chip toshgan 26 ming gaplashib, 5 ming dollar atrofida rasmashkasi chiqadi degandi. 5100 atrofida chiqib qoldi. Lekin shikolat narxiga mashina keldi. Hozir olib chiqaman desalar ham 35,5 minglarga 35 mingga sotib yuborishadi. Kameralarni ko'rasizlar, salonning ichida ikkita bor ekan. Keyin mana bu yerda joystiklari, avtoparking sistemalari ham bor ekan. Tablolarning dizaynlarini qaranglar. Nima deb o'ylaysizlar? Bu mashina dizayn jihatdan BYD Song L dan yaxshimi? Agar sizga ham mashina buyurtma asosida kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqing, qo'ldan kelgancha tezlashtirib olib keltirib beramiz. Bu akamizning tavsiya asosida kelganlar. Bular qarindoshlar oldin bizdan mashina olishgan. O'pchi hisobda qarindoshlar 4 ta mashina olishdi. Yana bitta narsa, kommentariyaga fikringizni yozinglar. Bu mashina 31 ming dollarga arziydimi? Va bu videoni yaqinda mashina olmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Agar buyurtma asosida mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, Jahon Motors yaxshi kuninglarda xizmatda. Sog' bo'linglar.